Ha aka, uylanib o'tiribsiz. Issig'isini ham manda issig'i. Nimaga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Nima Mana shu bo'ldi? issiqda bitta sharoiti o'ta yomon oila bor. Qanaqa deyapti ekan deb bir ko'rasizmi? Ko'ramiz, ketdik. 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 Assalomu alaykum azizlar. Hozir narigi 3 ta xonadon, yong'in bo'lgan xonadonni ko'rsatib o'tdik yaqinda, oldingi tasmalarda. U xonadonlarni bityapti. 95-95%. Bitta xonadon 75%. Xudo xolasa sizlar qilgan ehsoninglar bilan 100% bitadi. Allohga shukr. Oldingi uyini holatidan tashqari yanada chiroyli holatda bityapti. Hatto o'sha sizlarning ehsoninglardan duo olsa, o'shalarni kiyib tursin deb aboyigacha chiroyli qilib berilyapti. Hamma narsasini kravatillargacha qilib. Endi bitta holat. Mana bu xonadon bilan cheklanmaymiz. Hamma qishloqdan bittadan tanlab davom etamiz. Bu xonadon Mulkdin bilan Xo'jaqishloq chegarasidagi Xo'jaqishloqqa qaraydigan xonadonlarning bittasi. Oilani boshqaruvchi otani ozgina mazasi yo'q, davolanib turadi. O'sha ruhiy unaqada davolanib turadi. Alloh shifo bersin ularga. Unaqaligi nima deydi, yomon xayolga bormaymiz. Lekin sharoit onasining sharoiti yosh farzand bor, ishlaydi, ishlamaydi. Yashash holat mana bu joyda yeri bor. Yashash holat mana shu. Hech kim haligi to'g'risini aytamiz, mana holat ko'rasizlar. Avvalo hozirgi O'zbekistondagi hozirgi 70-80% aholimiz sharoiti o'ta yaxshi, Alloh rozi bo'lsin. Mana buni holatini ko'rasizlar. Hatto yoshxona ham sheda, yozda ham, qishda ham ichkarilarni ko'rasizlar. Ikki xonada 3 ta farzand bilan, 3 ta farzand bilan. Birinchi farzand o'sha 6-sinfni bitirdi, xudo xolasa menimcha, o'sha mana shu xonadonlarda yashaydi. Mana ikkita xona, 3 ta farzandga. Boshqa sharoit yo'q. O'sha qizi o'sha balog'atga ketyapti, 6-sinf. Umuman holat, yashash tarz yashash tarzi yaxshi emas. Mana shuni qo'yamiz, xudo xolasa. Biz nima demoqchimiz? Nargi xonadonlardan ham ozgina ortadigan materiallarimiz bor. Ularni ham baqa olib kelamiz. Avvalo sizlar rozi bo'lsanglar, rozi bo'lib qo'yinglar. Bu xonadonni ham o'shanda tartibga solib ketamiz. Keyin bitta ishonchli plastik kartani qo'yamizda, qolganiga o'sha qolgan harakat qilib, ehsonni qilib bu xonadonga ikkita 3 ta xona quramiz mana shu yerga. Mana neves qilamiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib nevesini qilib, mana xonadonni bitirib, bu oilani bu tomonga ko'chirib, xudo xolasa tez kunlarda ustalar rozi bo'ldi, keladigan bo'ldi. Ko'chirib turib bu xonadonni qayta konstruksiya qilib, chiroyli qilib beriladi. O'zi holat ko'rib turibsizlar, garxonaning holatini qolganini. Biz bu bilan cheklanib qolmaymiz, xudo xolasa boshqa joylardan ham yana o'sha mana shu sharoitdagi bor xonadon bo'lsa, og'ir kasal bo'lsa, xudo xolasa qarab turilmaydi. Avvalo hamma narsani pok dil bilan nima deydi, poklik bilan qilamiz. Bizga hech kimdan hech qanaqa moddiy manfaat kerak emas. Avvalo menga kerak emas. Meni sharoitimni taniganlar biladi. Allohga shukr, ota-onam tirik, duo qilishadi. O'shalarning duosi bilan o'zimni savdomni yo'liga qo'yganman, o'zim rizqimni olaman. Mana guvohlarning o'rtasida qo'shnilarni chaqirganmiz, mana shularni tasdiqlashadi. Bu xonadonning holati haqiqatda sharoiti yaxshi emas, to'g'rimi? Biz buni 3 marta kelib o'rgandik o'zimiz. Raisimiz keldilar, mana Qodirxon akam. Hozir mana shu xonadonni qo'yamiz. Kimning ehsoni bo'lsa aytaverasizlar, o'sha ehsoningni olamiz, unaqani qo'yamiz, adlini qilib mana shu xonadonni boshlaymiz. Yong'in bo'lgan xonadondagi ustalarimiz hozir 3 kundan keyin bo'shaydigan ustalarimiz bor, bega tushib boshlashadi. O'sha bega chiroyli qilib xonadonni qilamiz. Avvalo qilayotgan ehsoninglardan Alloh rozi bo'lsin. Kim ehsoni bo'lsa kartalarni qo'yamiz. Naqd puli bo'lsa Mulkdin Humo do'kon, Xo'jaqishloq Humo do'konlariga qo'yamiz. Telefon qilsangiz o'tgan safargida borib olib, o'sha isbotli qilib joylab, summani e'lon qilib, bega ham bitiramiz. Alloh nasib qilsa keyin yana davom etamiz. Tan joningiz sog' bo'lsin.